Endi ikkinchisi texmo ichinishlik bir ahvol. Bu nima deganda barliq tashkilotlarning rais yoki bo'lmasa eng ustidagi darajadagilar bilan masalan Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri Erkin Akram apandim, tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulloh O'sqan apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan Do'lqin Isa apandim, bizdan man nimadan hatto Nuriy Turkal apandimi bor, undan keyin har bir tarafdan yana birdan odam bor, ikkidan shundoq bir yig'in ichildi. Bu yig'inning nimasi maqsadi, ichilish maqsadi ajoyib hamda ichinishlik bir yig'in. Nima ekan desanglar, qarindoshlar, yig'inning maqsadi. OECD tashkilotida bir organ bor, bilasizlar. Shu Amerika va Yevropa davlatlari, Turkiya ham bor ichida. 20 necha a'zosi bo'lgan bir davlatlarning birligi hamda taraqqiy qilgan bir birlik OECD davlatlari deydi. OECD davlatlarining ba'zi shirkatlari bizning tashkilotlar bilan aloqalashib, qandaq qilganda savoliga qaranglar, bizning tashkilotlardan bir maslahat so'raydi ekan OECD davlatlarining shirkatlari. Qandaq qilganda vataninglardagi qirg'inchilikqa, qul emgakka ismimiz aralashib qolmay turib, biz ularning tilida Şinjan'da tijorat qilishga davom qila olamiz. Şunu maslahat bersanglar deb bizning tashkilotlarga debdi. Shuni bilan biz tashkilotlar to'planib OECD davlatlarining qandaq qilganda Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa va qul emgak ishlatishga nomi chetilib qolmay turib, bizning vatanimizda yana shu qul emgakdan pul tepaverishiga maslahat berdi ekanmiz biz. Shuni bilan bu yig'inda hammalar o'zlarining gaplarini dedi, har qaysi taraflar, ammo men mundaq bir gapni dedim. Ya'ni biz kimning odami dedim. Biz kimning odami? Biz bu OECD davlatlarining shirkatlarining maslahatchisimi biz? Yoki bo'lmasa g'arb davlatlarining bir shirkatining bir xizmatchisimi? Yoki bo'lmasa biz Sharq Turkistonliklarning tashkilotlarining vakillarimi? Agarda biz g'arb shirkatlarining adami bo'lsak, o maslahatchisi bo'lsak yoki ularning bir xizmatchisi bo'lsak, biz ularga maslahat bersak bo'ladi. Bu yerda qirg'inchilik bo'lyotidi, ammo ma yo'l bilan chandomay turib, bunda qilsanglar, tijoratning pulini topaverasizlar va bu qirg'inchilikqa isminglar aralashib qolmaydi desak bo'ladi. Ammo agar biz Sharq Turkistonliklarning tashkilotlarining vakillari bo'lsak, bizning bular deydigan gapimiz nihoyat aniq. Ya'ni bularning oldiga chiqib, Sharq Turkistonda qirg'inchilik bo'lyotidi, hamma Sharq Turkistonda tijoratini to'xtatib, chiq ket Sharq Turkistondan deyishimiz kerak. Agar biz Sharq Turkistonlik bo'lsak, ya'ni bu ichilayotgan yig'inning o'zi xato. Bilislar Volkswagen hareketini 5 hafta bo'ldi qilyapmiz 14 tashkilot birlikda. Shu xalqaro boshqa tashkilotlar bilan aloqa o'rnatyapmiz. Endi Do'lqin Isa apandim abay bunda kichik shakldagi harakatlarning foydasi ziyon olmaydi dedi. Men unga qo'shilmayman. Chunki grassroots movement kichik shaklda, partizan shaklda keng tarqalsa, uning foydasi bo'ladi. Masalan, men yerda bir qisqa bir uchur versak, 5 hafta bo'ldi biz harakatni qilyapmiz. Biz Volkswagen bilan dialog ustuliga kelay deb qoldik. Volkswagen bizga xat yozdi, biz ular aloqalashdik. Endi hozir oldingi shartlarni so'zlashyapti. Ya'ni manda shartlarni o'rinlasanglar sizlar bilan ko'rishimiz deb shart qo'yyapti. Biz ular shartimizni qo'yyapmiz degandek. Shuning uchun bu harakatning nimasi bo'ladi? Unumi bo'ladi. Nimaning bu İdris qarindoshimiznikiga bir to'liqlama qildigan yerim, ham diqqatni sal buraydigan yerim. Qonun jihatdan tanqilanmaymiz. Bu xalqaro tashkilotlar yoki Yevropa parlamentining qonunlari, Avstraliya parlamentining yoki Avstraliya hukumatining qonunlari deganlar, Abay Malikzada xonim degandek, qachon kimga qarshi ishlatilishi butunlay siyosiy qaror bo'ladi, qonuniy nuqtadan bo'lmaydi u. Shuning uchun endi nima qilamiz?
qanday qilamiz, qanday qilsak bo'ladi degan nuqtaga kelsak, birinchisi proaktiv bo'lsak, reaktiv bo'lmasak. Masalan, bu her qaysi H&M ve Nike bu şirketlerinin karar çıkandan keyin Xitoyda cho'ng bir jidal bo'lgandan keyin biz bu masalani talash tortish qilganimiz bu bizning reaktiv ekanligimiz, inkos qaytaruvchi shaklda harakat qilganimizni ko'rsatadi. Nima uchun biz proaktiv bo'lib 2018 yil, 2019 yildan burunla bunu plan tuzib bu şirketlarni urushga boshlamaymiz. Ya'ni bu H&M ve bu Xitoyda bo'layotgan bu do'lqinlar, bu masalalar biz uchun dialogning boshlanishinin sebebi emas. Biz uchun 5 haftadan beri qilayotgan Volkswagen harakatimizni yuqori ko'tarish uchun chiqqan bir shamol deb qaraymiz biz. Ya'ni bir ish bo'lib bo'lgandan keyin uni reaktiv muomala qilishni biz to'g'ri ko'rmaymiz. Proaktiv bo'lishimiz lozim deb qaraymiz. Undan keyin Nijat Qayrinchimiz programma boshliqi vaqtida deydi ichilishida bazı Avrupa hükümetleri ko'rishyapti, OECD so'radi, ya'ni biz qanday qilib genosidga aralashib qolmay turib pulimizni topalaymiz degan to'g'risida qanday maslahat bera olasizlar dedi. Ya'ni mushu yig'inning aşı yerli masala. Ya'ni biz Avrupa hükümetlerinin ya OECD'nin pul vergen maslahatchilar emas-ki, ular qanday qilib genosidga aralashib qolmay ularning kirimini oshirishga maslahat beradigan. Biz Sharq Turkistonliklarning tashkiloti bo'lsak, ularga talabimiz shu bo'lish kerak. Janubiy Afrikani qanday boykot qilgan bo'lsanglar, xalq va davlatlar, Gazada West Bankni BDS qanday boykot qilgan bo'lsa, Sharq Turkistonni shunday boykot qilsizlar. Bu yerda slave labor bormi, cheap labor bormi, u emas masala. Masala bu yerda genocide var. Qirg'inchilik var. Shuning uchun biroq bularni blacklist olasizlar. Mayli nima cheap labor bo'lsin, bo'lmasin. Mesela Volkswagen bizga chiqib deyish mumkin, bizda cheap labor yo'q deb. Biz deymiz, u forced labor, cheap labor emas-ki bizning derdimiz. Bizning derdimiz qirg'inchilik bo'layotgan bir yerda nomus qilmay qanday zavod ochding.